Butun O'zbekistonga viza. Agar O'zbekiston terma jamoasi Portugaliya terma jamoasini yutsa, Arabiya klubi o'z faoliyatini to'xtatadi. Ustoz Abror Muxtorali O'zbekiston terma jamoasi haqida qisqacha fikr bildirdi. Birga terma jamoamiz Portugaliyani yutib qo'yishi hech gap emas. Butun dunyo statistikasi 90 ga 10 bo'lib turibdi. Ko'pchilik Portugaliyani qo'llab-quvvatlamoqda, lekin o'sha 10% imkoniyatda ham biz harakat qilamiz, deya ta'kidladi. 10% ham bermasa kerak bizga. %90 Portugaliya yutadi deyapti butun dunyo misol uchun. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Eng qiziq tarafi shundaki, juda ham ko'plab tungi klublar video murojaatlari ham qilib chiqdi. Agar O'zbekiston g'alaba qozonsa, biz o'z ish faoliyatimizni to'xtatamiz deya. Butun O'zbekistonga viza. Agar O'zbekiston terma jamoasi Portugaliya terma jamoasini yutsa, Arabiya klubi o'z faoliyatini to'xtatadi. Qadrli do'stlar, O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlaylik va albatta g'alaba qozonaylik. Izohlarda esa o'z fikringizni albatta yozib qoldiring. Birga terma jamoamiz Portugaliyani yutib qo'yishi hech gap emas. Xudo bersa, ol qulim desa, Xudo Alloh taoloning xazinasi kamayarmidi? Ol qulim. Sen tarixda dunyoga ustozlik qilgan, meni yaxshi ko'rgan bandalarimsan. Ol dunyo seni ko'rsin qaytadan desa, baxt ochilib ketsa, nima deysiz? Ha? Amin. Allohim o'zingga oson. Mabodo yutkizib qo'ysak ham xafa bo'lmaymiz. Nimaga? Hamma biladi o'zi. Hozir foizga hisoblasangiz 10% ham bermasa kerak bizga. %90 Portugaliya yutadi deyapti butun dunyo misol uchun. Lekin o'sha 10% ga g'alaba berish Allohning haqqi. Hazrat Umar zo'r gaplari bor. Ana shu gapni esdan chiqarmaslik kerak. Hazrat Umar bir jamoa bilan ro'baro kelganlar. Qarshi taraf ko'pchilik. Musulmonlar ozchilik. Shunda musulmonlar aytganki, Umar deyishgan, biz oz ekanmiz, ular ko'p deyishgan. Hazrat Umar aytganlarki, jangda askarlarni ko'p kami hal qilmaydi. Birinchi o'rinda emas. Jangda agar dushman tomon ko'p bo'lsa, biz kam bo'lsak va Allohga bog'lanishimiz yo'q bo'lsa, mag'lub bo'lamiz, chunki kammiz. Lekin dushman tomon ko'p bo'lsa, Allohga bog'lanishimiz, Allohdan iltijo qilishimiz bizda ko'p bo'lsa, Alloh biz bilan bo'ladi. Alloh qaysi jamoa bilan bo'lsa, o'sha jamoa yutadi degan.